Ben her daim partiyada saray tamam. Partiyamızın saylovlarda yoki boshqa tadbirlardagi muvaffaqiyati uning 50% uning nomidir. Milliy tiklanish degan gap har bir insonga, har bir aytaylik saylovchiga yoki partiya a'zosiga, elektoratimizga juda ma'qul bo'lgan va tushunarli so'zdir. Partiyaga 30 yil to'lgan bo'lsa, 30 yillik faoliyatini tahlil qiladigan yakun qandaydir ma'noda dastlabki yakunlar qiladigan davr keldi. Shuning uchun ham men shu sohada O'zbekistonning siyosiy va ijtimoiy rivojlanishida Milliy tiklanish demokratik partiyasining roli mavzusida doktorlik dissertatsiyasi qildim. Ya'ni Turkistonda milliy harakat, milliy rivojlanishga oid juda ko'plab siyosiy partiyalar, harakatlar yuzaga kelgan. Va shu davrdan beri milliy tiklanish g'oyasi xalqimizning qalbida yashab kelyapti. Mana Xudoga shukr, mustaqilligimiz sababli bu g'oya bugungi kunda amalga oshdi va endi milliy tiklanish emas, faqat milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan g'oyalar bilan inson o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi, qadriyatlarga tayangan taraqqiyot degan va boshqa zamonaviy shiorlar bilan bugungi kunda harakat qilyapmiz. 12-yilda shu xorijdan qaytib kelib, mana shu tibbiyot sohasida faoliyatimni davom qildirgandan keyin o'zimda shu bir O'zbekistonda mavjud bo'lgan partiyalarning bittasiga a'zo bo'lib, o'sha yerda respublikamizni, mana shu davlatimizni obro' e'tiborini yanada ham bir dunyoga tanitishda, xalqimiz o'rtasida ishlashga o'zimda bir niyatlar paydo bo'ldi va mavjud partiyalarni dastur va maqsadlarini o'rganib chiqish davomida men amin bo'ldimki, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu mening partiyam ekanligini bildim. Bugungi kunda mana Milliy tiklanish demokratik partiyasining Xorazm viloyat kengashini boshqarib kelyapman. O'zimni hali ichki imkoniyatlarimni mana shu partiya uchun to'liq bir amalga oshirib bildim deb o'ylamayman. Hali oldimizda qo'ygan maqsadlar, qiladigan ishlarimiz ko'p. 1995 yil iyun oyida Milliy tiklanish demokratik partiyasiga birinchilardan bo'lib Qo'shko'pir tumanida a'zo bo'ldim va keyinchalik shu tumanda jamoatchilik asosida kengash raisi lavozimida ishladim. Mana shu 30 yilni sarhisob qiladigan bo'lsak, yillar o'tgan sari partiyamizni nufuzi tobora ortib, yuksalib borayotganligini, a'zolar soni oshganini, xalq ichiga kirib borganini, xalqimiz e'tirofiga sazovor bo'lganini bilish mumkin. Milliy qadriyatlarni targ'ib qilishda, milliy g'oyalarni targ'ib qilishda Milliy tiklanish partiyasining o'rni va roli juda kattadir. Boshqa partiyalarni agar olib solishtiradigan bo'lsak, hech bir partiyada uchramaydigan g'oyalar, maqsadlar bizim Milliy tiklanish demokratik partiyamizda jamlanganini ko'rish mumkin. Men mana shu partiya safida uzoq yillar faoliyat ko'rsatganimdan hamisha faxrlanaman. Chunki bizning partiyamiz haqiqatda o'z nomiga munosib, millatimizni yuksaltirishga xizmat qiluvchi, taraqqiyotga boshlovchi partiyadir. Ayniqsa bugungi kunda kitobxonlikning keng targ'ib qilinayotganligi, tarbiya fanining tatbiq qilinganligi va boshqa o'nlab misollar, shu kabi o'nlab misollar partiyamizning jamiyatdagi o'rni nihoyatda kattaligini ko'rsatib beradi. Men o'ylaymanki, bizning partiyamiz har doim mamlakatimizdagi eng yetakchi partiyalar safida bo'lib qoladi.